Zuluni o'zi nechi pulga olasiz? 10 tasini o'zi 45 mingdan 400 ming 500 ming bo'ladi. Hozir 3 marta olaman desangiz 1,5 million bo'lib ketadi. Qalay bo'ldi masaj? Masaj zo'r, maza qildim. Rosa yaxshi masaj oldim. Keyin qarang, o'tgan yili zulu oluvdim sizdan. O'shanda ham rosa yaxshi bo'ldi. Bosh og'riqlarim qolib, qon bosimlarim yaxshi bo'ldi. Qonlarim suyulib, ancha yaxshi o'zimni his qildim. Oling yana. Olardim. Ozgina qimmatli qilyapti-da, 45 ming, 50 mingdan hozir sal qiynalib qolganman-da. Qarang, uyingizda qizingiz bormi? Bor. 15-may kuni onlayn kursim boshlanadi. Kursimda premium tarifida onlayn zulub qo'yish darsliklari bor. Ya'ni o'sha bosh og'rig'i, qon bosimiga, bel og'rig'iga, jigar tozalashga o'rgatiladigan darsliklar o'rgatilgan. Bemalol uyingizda farzandingizgami yoki turmush o'rtog'ingizga yoki qizingiz bilan birga o'sha darslikni ko'rib, o'zingizga muolaja qilsangiz bo'ladi. Zulli hozir hamma joyda sotyapti. Olib uyda bemalol qo'ydirib yuborasiz. Uni zararli, zararsiz odatlar hammasini o'rgataman shu kursda. Qarang, ma'qulmi? Kursi bor yo'g'i narxi 697 ming. Zuluni o'zi nechi pulga olasiz? 10 tasini o'zi 45 mingdan 400 ming 500 ming bo'ladi. Hozir 3 marta olaman desangiz 1,5 million bo'lib ketadi. Qalay, ma'qulmi? Menga ma'qul. Qanaqa yozasan bola kurs? Ha, qarang. Meni Instagram sahifamga kirasiz. Mana bu yerda Telegram silkasi qoldirilgan. O'sha silkaga kirganingizda kanalimga o'tadi avtomatik. Kanalimning tepasida administratorning nomeri yozilgan, ya'ni Marjona Rahimova. Ana shu qizga kirib, kursga yozilmoqchi edim deb xabar qoldirasiz. Bu sizga to'liq ma'lumot tashlayveradi.